Jurnaldagi masala mavzusi taloq masalasi to'g'risida mavzu tanlangan. Bu endi orasidagi eng qiynayotgan odamlar orasida qiynab ko'p tashvishga solayotgan holat. Taloqni ilmini bilmasdan bo'lar bo'lmas gap bilan o'rtadagi shu nikohni buzadigan gapni taloq lafzini aytib olib, ba'zi bir holatlarda yo'l xonasiga kirib qolgan holatlar bor. Qayg'urgan odamni shunaqa bir nimasi bo'ladi. Ota-onani aybi bolasini bog'ib zo'raytirganimi, ota-onani aybi shu qizini zo'raytirib birovni uyiga olib, tayyor ishiga xizmatchi qilib berib, ikkita bola tug'ib berganimi aybi deb olasan. O'g'il bola degan narsa sal farosatli bo'lib, gapirayotgan gapini o'ylanib gapirib, birovni qiziga o'sha taloq lafzini aytayotganda meni qizimga ham mana shu gapni birov aytib qolmasin deb o'ylanish kerak o'zi. Men birovni bolasini bugun shunday qilyapman, ertaga meni bolamni ham birov mana shunaqa qilsin nima qilaman degan o'y fikrda bo'lish kerak. Uni o'ylamay qo'ydik. Mana shu uyqular qochadigan bo'lib qoldi. Masalan, keladi hujraga. Shu taloq masalasini janjali, bundoq dedi, bu bundoq dedi qilib ular ketaveradi. Men ular borib uyqusi keladimi, kelmaydimi? Men o'ylanib yuboraman, shuni oilasi nima bo'ldi-ku? Meni oldimga kelib masalasini so'rab, yana borib yashab yuribdimi-ku? Agar yashab yurgan bo'lsa, kasobatsiz kimga uradi-ku? Shunaqangi holatlar. Nikohni buzadigan narsa nima? Bu taloq lafzi. Taloq lafzi eng yomon gap. Eng yomon gap bolalarga eng oson gap bo'lib qoldi hozir. Eng yomon jirkanchlik gap bolalarga uylanib, oila qurib, bitta ikkita bolali bo'lganlarga oddiy gap bo'lib qoldi. Ey bolalar, yoshlar, uylanganlar, qulog'ingni ochib o'tir, she'rlarga aytilyapti mana shu gap. Kechagina ham yugurib yig'ishdi, surishtirib qilsak, yo'l xonasiga kelgan. 3 talab qo'ygan. 3 talabga yo'l yo'q, ovora bo'lma. 3 talabni ketidagi topgan bola ham ovoz olmaydi, 3 talabni ketidagi hayotiga ham ovoz olmaydi. Yana bitta betarafsizlik borib qoladi. 3 talabni qo'ygan. 3 talabni qo'yib turib surishtirganda buni qoidasi qanaqa bo'ladi desa, halola qilish kerak desa, bitta qarindoshiga aytamish. Mana halola qilaylik desa kerak deymish. Gaplar bu. Uni qizni ota-onasi eshitib qo'ygan. Danasi nayga kelib yig'lavordi-da, va domlalar meni qizim shunaqa bir pastkash qizmidiki, bittasi qarab 3 talab qilib yo'q qo'yversa-yu, bittasiga qo'yversa, uni halola bersa. Bu qanaqa gap? Bu qanaqa insofdanmi deb kuyapti-da. Tilini tiyolmasa, xotin olib turib, xotinini tilini tiyib, xotin qilib olib yurolmasa, xotin olmay qo'yadi. Bugun xotin olib turib, bitta ikkitani tug'dirib olib turib, har desa talabini aytib, yo'l xonasiga olib kelib olishdan nima keragi bor? Shu narsa yerni orasida sizlar mayga kelib ketarasizlar. Ona hujraga kirganlar biladi-da buni. O'ta ko'p, bu to'g'risi o'ta ko'p kelyapti. U haligi sal vijdoni qiynalib, uni ham ota-onasi qo'shtirib, başlaqa urush janjal bo'ldi, o'rtada talaq-palaq oralashuvdi deb ota-onasi qo'shtirib otinalyapti. Biroq bilmagani yoqilib qozon bo'lsa qosin qilib yashayotganlar qancha. Bolalar ko'zini och, qilayotgan ishini nikoh ketida baraka bor degan. Nikohni
ketidagi barakani bo'lishligi halollik bilan bo'ladi. Nikohlaninglar, nikohni ketida baraka bor dedi, o'sha barakani topaman degan o'g'il bola tiliga o'sha bo'ladi, o'rdadagi talaqini aytmaydi. Nikohini buzmaydi, o'sha nikohni ketidan baraka topaman desa. Baribir to'g'lab olib turib, parnajoq churadigan bo'lyapti. Bolalarni o'zi gapirayotgan, ayniqsa safarda turib olib, 5-4 tanga pul topib olgan kishi bo'lib olib turib, o'zi kamaydi yillar. Yana xotiniga, onamida, pistonida qilib turib, talab aytayotganlarni tushib olib turib, urushga boshqa gapni o'qib oldi. Hozir boshimizda aytib o'tdik-ku, bo'lib sen ertaga qizing boyayotgan bo'lsang, qizingni birovga nikohiga bergan bo'lsang, o'sha kunni sen boshingga solishni o'ylaysanmi degani, unga kallasi ishlayaptimi, ishlamayaptimi, Xudo biladi-da. Bugungilar nima qilardi? Bu talab lafzi og'zidan chiqsa, arsh lafziga keladi deb, bu narsani xatri xayolga ham keltirmas edi. Hozir yerlarga bu enayni deb tushunma barobar bo'lib qolgan talab aytishlik. Bu hazillashadigan yo qo'rqitib qo'yadigan gap emas. Ha desa qo'rqitaman degan odam urib qo'rqitsin bo'ldi. So'kib qo'rqitsin. Talaqini berib qo'rqitilmaydi. Talaqini bersa o'zi qo'rqish kerak. Xudodan qo'rqqan erkak, bolamni yetim qilmayman degan erkak talaqini aytmaydi. Sunnatga muvofiq talab qilishlik, ajrashishlikka sabab bo'ladigan narsani o'tgangi avvalgi jumalarda aytganmiz. Xotini eriga itoat qilmayapti, bo'ysunmayapti. Namozingni o'qi, halol yur, halol tur desa itoat qilmayapti, bo'yin egmayapti ayol. O'shanda bo'ldi sen Xudoning buyurgan buyrug'i, Xudodan aytganini qilmayapsan. Qiyomatda sen uchun men javobgarman. Shuncha ogohlantirdim, qabul qilmading deb turib, ana shu holatda bo'ldi, orang ochiq, yo bo'lsa ikkilarni o'tirib desa, shunda ham nikoh buzilib ketadi. Yo befarzandlik yo'lyapti, bola ko'rolmayapti. Bola ko'rolmayotgan bo'lsa ham qo'lidan kelgancha muolajaning chegarasini qiladi. Bo'lmasa o'shanda ham agar befarzandlik sabab bo'layotgan bo'lsa, o'shanda ham talaqini aytishlik shart emas. Bo'ldi, iddasini o'tirib olsin, qora ochiq desa, bo'ldi, talaq tushib qoladi. Hozirgilar o'zi talaqni ma'nosini bilmaydi, talaq aytayotganiga hayron qolasan. Avlodni, naslni aynishlikka bu narsaga ta'siri bor. O'rtada taloq tushib, benikoh yashashligi naslini aynishlikka mana shu narsa o'ta katta ta'sir qiladi. Sabab benikoh bo'ladi-da. Haligi ba'zilar bor. Xorani desa olomozonni chiqardi. Xoram degani xoram o'qimaydigan bo'lsa xoram bo'lishligi mumkin. Valadi zino benikohdan tug'ilganda valadi zino deydi. Valadi zinolar qachon tug'iladi desa, hali ochga ora ko'chada fohishalik qilib zino qilib yurganu bolasini zo'raytirishlikka qo'ymaydi. Abort qilib yo'q qilish harakatini qiladi. Suratan eri xotin o'rtada nikoh buzilgan o'zi. Suratan eri xotin bo'lgan u nikohi buzilgan yashab yurgan tug'iladi, ana shunda nima valadi zino ashunda dunyoga kelaveradi keyin. Valadi zinoni dunyoga kelishligi jamiyatda aynishligi. Erda tomg'ora qo'shadigan, burnini turib qonatadigan, molini o'g'irlaydigan, shunaqa suratdagi bolalar qachon keladi desa, zinodan tug'ilgan bolalar shunaqa bo'lib kelaveradi. O'sha bolalar bilinmagan holatda nikoh buzilgan yashab yuravergan. Hozir bilib turgan yashayotganlar bor. Nikohi buzilgan o'zi. Oilasi buzilgan, yo'q xonasiga kelgan, senga nikoh buyurmaydi desa ham, erlar borib, oqlarini topib, nikoh o'qib qo'ysa halol bo'lib qoldi degan gap chiqmaydi.
nikohda halollanishlikka sabab bo'ladigan holat o'zi halol bo'ladi. Bo'lmasa yo'l xonasiga kirgan bo'lsa, u halol bo'lmaydi. Shuning uchun yana qaytarib aytamiz. Men aytaman, haligi ba'zi bir yerlarda masalan qilyapsan, uylarga yomon ko'rinishlikni mas'ul etgan bo'lsa, meni yomon ko'rsatib ayta olsa shu gapni. Masalan, domlalar bugun jumada tanax to'g'risida gapirib, uyga borib olib, o'g'il bolalarini alohida olib kelib olib turib, domla qayta juma o'qiyib bilmadi, bu tanax to'g'risida gapirdi. Senlar o'g'il bolasan, kimingdir xotin olgansan, kimingdir endi xotin olasan. Shu gapirayotgan gapingni o'ylanib gapir. Xotiningni yana xotin qilaman degan umiding bo'layotgan bo'lsa, talaqni xayolingga ham keltirma. O'g'il bolamisan, bitta gapirasanmi? Gapirgan gapingni orqaga qaytmaydigan bo'lsa gapirdan, lekin bu narsani xayolingga ham keltirma. Hayron qoladi, onda talaqni aytadi. Yashaydigan, chidaydigan vaqti birinchi haftada, birinchi haftadan yana keladi. Bolalar bor edi, falon edi, piston edi, men bilmay aytib qo'yibman, uyni buydi, xuddi ularni domla bo'ldi, senlar nikohlanasan, halol bo'lasan bir-biriga deb halollab bermasa, domla ularga bir zulm qilyapti, domlaga shunaqa nazardan qaraydi. Nikoh o'qiyotgan bo'lsa, domla o'qiyotgan nikohiga bu dunyoda emas, qiyomatda Xudoda javob beradi. Agar yo'l xonasiga yo'l topib bergan bo'lsa, ularni zino qilayotganiga domla sherik, nikoh o'qigan sherik bo'ladi shu narsaga. Nimaga uni halol qilib bergan bo'lgan bular? O'zimizni ham, boshqani ham gunohkor qilib, jamiyatni bulg'ab, elni orasiga qo'shib berayotgan ketimizdagi avlodimiz halol qon bo'lsin desang deb bolalarga aytish kerakda. Talab degan narsani tilingda aytishadi tursin, bor kallang miyangga ham keltirma, hayolingdan ham o'tkazma. Bu shaytonning eng asosiy shiori mana shu. Aroq ichgandan ham, o'g'irlik qilgandan ham gunohi og'ir narsa er xotin o'rtasini ajratib olib turib qo'ysa, bu eng katta shayton uchun katta o'lja. Shu shaytonni o'ljasi bo'lib qolmagan deb gapirish kerak bo'lyapti-da. Qilishni qilib olib, keyin nima qilgandan ko'ra oldini olgan yaxshiroq.